Assalomu alaykum. Sog' salomatmisizlar? Bugun tok qilishga qaror qildim. Bizda tok deyiladi. Shu anaqada sezon paytida muzlatib qo'yaman barilarni. Mana keyin birpas qo'ysam o'zi eriydi, strichdan ochib issiq suvga dimlab olaman. Ya'ni issiq suv qo'yib qo'yaman, dimlab olaman deyman. Endi tokka hamma biladi qanaqa tayyorlanishini. Men prosta bu videoni qo'yayotganim qachonlardir YouTubedan o'zimga akkaunt ochib qo'ygan ekanman. Shu esimga tushib qoldi, chunki hozir biz yangi mehmon kutyapmiz. Shunga xo'jayinim ishlama, bo'ldi, uyda o'tir, ozgina qoldi, qiynalasan deb ishga qo'ymayaptilar. Endi har kuni ishlagan odam baribir uyda o'tirish zerikarlik ekan. O'shanga mayli, bekor o'tirmay, hatto shu YouTube kanalimni yurg'izay. Bitta videolar qo'yib turay bo'sh paytimda. Endi bo'sh paytimda emas, shu nima deydi? Oddiy oila hayoti. Shuning uchun endi qo'yib boraman inshaalloh.